Aktrisa va instabloger Feruza Normatova atrofidagi navbatdagi shov-shuv mish-mishmi yoki sinovmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. So'nggi kunlarda aktrisa Feruza Normatovaning nomi yana omma e'tibori markaziga aylandi. Bu safar gap faqat ijod yoki sahna haqida emas, balki uning shaxsiy hayoti, sog'ligi va so'zsiz qoldirilgan suyunchisi atrofida ketmoqda. Avvalo, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir video hammaga turtki bo'ldi. Unda Feruza Normatovaning turmush o'rtog'i Olloyor tomonidan aytilgan gaplar katta muhokamaga sabab bo'ldi. Aytilishicha, Olloyorning ikkinchi sobiq xotini qiz farzandidan keyin o'g'il kutayotgani haqida so'zlar videoda tilga olingandi. Ana shu lahzadayoq kommentariyalarda turli savollar, taxminlar va shubhalar yog'ila boshladi. Endi bu kim bo'ldi? Bu gaplar Feruzaning sog'ligiga ta'sir qildi. Aktrisa Feruza Normatova stressga tushib qoldi degan fikrlar keng tarqaldi. Oradan ko'p o'tmay Feruza Normatovaning o'zi ham sukutni buzdi. U o'zining Instagram sahifasida sog'ligi bilan bog'liq muammolarni borligini va hozirda davolanayotganini ochiq aytdi. Bilmadim menga shu kunlarda nima bo'ldi, deydi aktrisa. Bu so'zlar esa muxlislarni yanada xavotirga soldi. Aktrisaning aytishicha, turmush o'rtog'i Olloyor uni tinchlantirib, hech narsani o'ylama, rashkchisan, shunchaki stressga tushgansan, hammasi joyida deya dalda bergan. Biroq omma uchun bu taskin yetarli bo'lmadimi degan savol ochiq qoldi. Eng qizig'i, Feruza Normatova oradan biroz vaqt yana bir murojaat bilan chiqdi. Suyunchi bering, menda yangilik bor deya muxlislarga yuzlandi. Ana shu so'zlar barcha taxminlarni yanada avj oldirdi. Xo'sh, aktrisa nimani nazarda tutgan ekan? Rostdan ham homiladorman demoqchimi yoki bu ijoddagi yangi burilishmi? Balki butunlay boshqa shaxsiy hayotida oid yangilikdir. Hozircha bu savollarga aniq javob yo'q. Feruza Normatova aynan nima sababdan suyunchi so'raganini ochiq aytmadi. Ana shu noaniqlik esa ommani yanada o'ylantirib qo'ydi va bu chiqish keng muhokamalarga sabab bo'ldi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.